Agar startap qurmoqchi bo'lsangiz, aniq mana shu seriallarni ko'ring. Har bir startap asoschisi ko'rish kerak bo'lgan 4 ta serial. Bu 4 ta serialni nomlarini bitta-bitta aytib o'taman, lekin 3-inchisi haqida maza qilib aytib beraman sizlarga. Demak, bu seriallar Silicon Valley seriali HBO tomonidan taqdim etilgan. Ikkinchisi bu Super Pumped Uber haqidagi, ya'ni Uber startapi qanday qilib paydo bo'lgan va umuman taksi yetkazib berish bozorini qanaqa qilib yaratgan. Uchinchisi We Crushed. O'zbekchasiga aytganda o'xshamadi desak ham bo'ladi. Ruschasiga не сработало. Bu WeWork startapini qanday qilib paydo bo'lgani-yu, uni asoschisini o'xshamagan tarix haqida. Va to'rtinchisi The Playlist. Ruschasiga nimagadir Protiv gigantov deb tarjima qilishgan, o'zbekchasiga aytganda Playlist, boshqachasiga aytmasak ham bo'ladi. Va bu yerda hamma narsalarni bosqichma-bosqich tushuntirib beramiz. Birinchi serial Silicon Valley seriali. Bu 2014-yilda taqdim etilgan HBO'ning seriali. Bu yerda siz Kremniy vodiysi, Kaliforniya, San Fransisko, Palo Altodagi barcha voqealarni kulgili usulda taqdim etilishini ko'rishingiz mumkin. Lekin uning ichida juda ham ko'p achchiq haqiqatlar bor. Richard Hendricks bu eng asosiy qahramon. Undan tashqari ham ko'proq qahramonlar bor, ham asoschilari bor, investorlar bor, unga ishonganlar. U yerdagi o'sha ham asoschilarni, ya'ni co-founderlarni bosimlari, investorlar bilan qanaqa gaplashilishi, bitta mahsulot qurilishidan boshlab unga bo'lgan talabni qanaqa qilib o'tkazib yuborilishiyu, qanaqa qilib o'sha investorlardan pul olmasligi, xohlanmagan vaziyatlarga olib kelishi, hammasini mana shu yerda ko'rasiz. Bu serial bir nechta mavsumlardan iborat bo'lgani uchun sizni balki bir hafta hech nima qilmagan taqdiringizda, bo'lmasa bir oyda ko'rib olishingiz mumkin. Va ko'rish jarayonida siz mana shu hamma bosqichlardan o'tib chiqasiz. Ya'ni co-founder topish, jamoaga odamlarni jalb qilish, produkt qurish va eng kamida asoschi inson sifatida qanaqa sinovlardan o'tishingiz kerakligini ko'rib olasiz. Bu serial meni birinchi ko'rgan startaplar haqidagi serialim va u menga juda ham yoqadi. Qayta-qayta uni epizodlarini ko'raman. Founders Cafe Instagramda ham bo'lishib boramiz. Serialni ko'ringlar, sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Aytgancha, oxirida biz mentorlik sessiyalarini taqdim etamiz yaxshi asoschilar uchun. Demak, ikkinchi serial. Ikkinchi serial insonni o'sish uchun hamma narsaga tayyorligi, har qanaqa qoidalarni buzishi, Travis Kalanick misolida ko'rsatiladi, ya'ni Uberning asoschisi. Hamma jarayonlar aynan 2009-yildan boshlanib, uni Uberni tark etishigacha bo'lgan deb aytsak bo'ladi, ko'rsangiz bo'ladi. Umuman mavjud bo'lmagan yangi texnologiya, o'sha smartfonlar paydo bo'lishi, Apple'ning taqdimotlaridan keyin o'sha iPhone'lar paydo bo'lishi, iPhone'larni Uberga qanaqa foyda bergani, davlat bilan qanaqa kurashishi, undan keyin raqobatchisi paydo bo'lganda qanaqa kurashishi, hamma o'sha aytilganidek taqiqlangan metodlardan foydalanib kerak bo'lsa, o'sish uchun hamma narsani tikilishi. Travisni mana shunaqa ko'p narsa xohlashi, jamoani nostandart, noan'anaviy usullar bilan boshqarishi, jamoaga qabul qilishi, ular bilan ishlashini ko'rishingiz mumkin. Qolgan joylarda spoilerlar ketib qolishi mumkin. U yerda juda ham ko'plab nomlarni eshitasiz. Benchmark Capitalni ham, investorlarni ham, xuddi shunaqa birinchi serialimizda siz juda ham ko'plab nomlarni eshitasiz. Hattoki bitta bloknot olishni tavsiya qilaman. Mana shu seriallardagi nomlarni yozib, internetdan qidirib ko'rib, dunyoqarashingizni gektarlab kengaytirishingiz uchun. Super Pumped serialida siz Travis bo'lib Uberni qurasiz, Uberdagi barcha jarayonlarni ko'rasiz, sinovlardan o'tasiz, ular bilan bayram qilasiz va boshqa barcha jarayonlarga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Super Pumpedni ko'rishingizga bitta shanba-yakshanba yetadi, agarda boshqa ish qilmasangiz, o'zi 7 ta yoki 8 ta seriyadan iborat. Uchinchi serial men uchun bulardan ham ko'ra kuchliroq. To'g'ri, ikkinchi mana bu Super Pumpedda bosh qahramonni Travisni o'ynagan aktyor ham Showtime'ning mahsuloti albatta. Uberga kirishib ketganidanmi, undan keyin o'zi shu aktyorligidan keyin o'zining startapini yo'lga qo'yadi. Ya'ni aktyor ham 2022-yilda chiqqan serialdan keyin o'zining startapini yo'lga qo'yadi. Ya'ni u ham founderga aylanadi. Uchinchi serialning aktyorlari haqiqatda sizga tanish odamlar. Jared Leto va Anne Hathaway. Ularni juftligini o'zi ko'rish o'zi maza. Bundan ham tashqari bu Apple Originals mahsuloti, ya'ni Apple o'zini ishlab chiqargan seriali. 8 ta seriya, 8 ta seriyada siz Adam Newman, keyingi Steve Jobs deb nomlangan, yalangoyoq yurishni yoqtiradigan, jamoasi bilan juda ham energichni gaplashadigan, hech qanaqa bir erishib bo'lmagan maqsad yo'q deb hamma narsaga qadam tashlaydigan odamning hikoyasini ko'rasiz. Albatta, oxirida u kompaniyani tark etishi, boshqa narsani ko'rasizlar. Mana shu jarayonda siz WeWork deb, ya'ni bitta
bitta bir coworkinglar tarmog'ini oddiygina coworking tarmog'i emas deb turib qancha odamni ishontirishi, investorlar bilan ishonishi, o'zini ham asoschisini qanaqa u yuklarni ko'tarish, qanaqa bir hal qiluvchiga ahamiyatga egaligi, ya'ni bitta o'zingiz emasligingiz va uning ichida albatta Anne Hathaway hayotdagi partnyeri, umr yo'ldoshi qanchalik unga qo'llab-quvvatlash berish, bularni hammasini siz tomoshabin sifatida ko'rasiz. Adam Newmanning hikoyasi, WeWork hikoyasi, WeCrashit sizga yoqdimi-yoqmadimi? Serialni ko'rib bo'lganingizdan keyin kelib yana komment qoldirib keting. 4-serial. 4-serial bu Spotify tarixi haqida. Daniel Ek, Spotifyning asoschisi, qanaqa qilib Google'ga qabul qilinmagandan keyin birinchi startapini qilishi, birinchi startapidan keyin srazu Ferrari'ni olib hayotini o'zgartirishi, undan keyin to'xtab qolmasligi va Spotify g'oyasiga kelishi, Pirate Bay davrida mualliflik huquqiga tupurib qo'yilgan davrda qanaqa qilib bu Spotify'ni qurishi, o'sha paytgacha bo'lgan barcha tizimlarni buzib tashlashi, ya'ni labellar bilan, ovoz yozish studiyalari bilan ishlashi, hamkorligi, barcha hikoyani siz 6 ta nuqtai nazardan ko'rasiz. Shuning uchun ham bu serial boshqalardan umuman ajralib turadi. 6 ta seriya asoschi ko'zi bilan ko'rasiz, unga pul tikkan investori ko'zi bilan ko'rasiz, mana shu Spotify'ning huquqshunosini ko'zi bilan ko'rasiz, mana shu Spotify'ning dasturchisini ko'zi bilan, uni mijozini va albatta o'sha industriyadagi uni hamkori yoki usiz amalga oshirib bo'lmaydigan odam bilan ko'zi bilan ko'rasiz. Va 6 ta seriyadan keyin endi siz eng kamida asoschi sifatida faqat o'zingiz ko'rish emas, POV'laringiz ko'payadi. Endi siz mijoz ko'zi bilan ham qarab ko'rasiz mahsulotingizga, investor ko'zi bilan ham qarab ko'rasiz. Xuddi shunaqa jamoangizdagi a'zolarning ko'zi bilan qaraysiz. Va sizgacha hech nima mavjud bo'lmasa, siz hammasini noldan qurishingiz kerakligini o'rganasiz. Va bu serial ham 6 ta seriyadan iborat, ya'ni bitta yakshanbani o'zida ko'rib olsangiz bo'ladi. Va meni tavsiyam bu seriallarni to'rtalasini ham jamoangiz bilan, agarda startap jamoangiz bo'lsa, birga ko'rishni tavsiya qilaman, chunki muhokamalar jarayonida ko'proq narsa o'rganasiz. Aytganimdek, yana bir qoida, o'sha qoida note taking qilib, ismlarni, kompaniyalarni yozib olishingiz kelajakda balki shu kompaniyalar bilan siz yo'lingiz to'qnashar. Endi esa mentorlik sessiyasiga kelsak, bu 4 ta serialni nimaga tavsiya qilyapmiz? Biz ko'proq zo'r startaplar, zo'r asoschilar chiqishini tarafdorimiz. Shuning uchun ko'ring, mana shu biz tavsiya qilayotgan seriallarni ko'rib tugating, mana shu video blogini ko'ring va hozirning o'zida sizda yaxshi startap g'oya, mana bu muammoni mana bunaqa hal qilmoqchiman, mana bu odamlar uchun deganda qanaqadir ma'nodagi o'zingiz izohingizni yozib qoldiring va biz Uzcombinator asoschilari o'qib ko'rib, aynan yaxshi izoh egalaridan 6 tasini, bitta ikkita emas, 6 tasini 1 soatlik mentor sessiyasiga taklif etamiz va yuzma-yuz o'tirib sizni startapingizni ko'rib chiqamiz va bizni qo'limizdan keladigan nima yordam bo'lsa biz beramiz. Demak, bu video oddiygina video emas, balki sizni startapingiz uchun imkoniyatlarni ochib berishi mumkin bo'lgan video. Ko'rib chiqing, izohlarni to'ldirib tashlang, seriallarni ko'rgan bo'lsangiz, ko'rganingizda nimani o'rganganingizni alohida yozib qoldiring va albatta bu kollaboratsiya uchun, kinomanlarga yetkilishdagi yordami uchun Sardor Uzurbaga, Sardor Birovga rahmat. Va yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Like bosinglar, bo'lishinglar, asoschilik yuboringlar va kanalni qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat.